of fairy tales. Look around, enjoy the fun, 'cause we just begun. Just look. Hoy shirintoy bolalar, qo'shiling davramizga. Ertaklarning sururi sirin ochamiz sizga. O'zlarimizni chin do'st tutaylik hayvonlarga, chunki cho'pchakda ular ishonar insonlarga. Magic never ends. The shining twinkle tears and the brave that never fears. Just look what fun, and we have just begun the journey to Tailland with our happy band. Hoy shirintoy bolalar, qo'shiling davramizga. Ertaklarning sururi sirin ochamiz sizga. Aka-uka Grimm ertaklari. Qabristondagi voqea. Oyi, rosa qornim ochib ketdi. Meni ham ovqat yegim kelyapti. Ovqat bering. Deyishga hech vaqo yo'q. Sabr qilinglar. Dadalaring yegulik biron nima topib kelar. Liqob keldish oson. Benim qahatchilik bo'ldi. Hamma och. Voy kelyapti. Voy bu. Aravadagi donni qaranglar. Xo'jayin to'xtang. Hey bezori, nega yo'limni to'syapsan? Xo'jayin, yeyishga eslasangiz qolmadi. Hech bo'lmasa bir hovuchgina bug'doy qaz bering. Bolalarim haqqi, yolvoraman. Bir hovuch? Yetting joydami? Hosil yaxshi bo'lmagan yili har dona bug'doy oltinga teng bo'ladi. Qoch yo'ldan, bug'doyimni bozorda 3 hissa qimmatiga pullayman. Yolvoraman, bolalarim och, o'tirib so'rayman. Parvardigor, boyligimga boylik qo'shganing uchun minnatdorman. Bu yil menga omadli keldi. Kun sayin boyib ketyapman. Yarqirash ko'zda oladi-ya. Mana meni boyliklarim qanday yaxshi. Voy, bir-biridan go'zal. Voy. Hey! Voy, kim bu? Qo'rqma. Menga boyliging kerak emas. Faqat senga bir nechta savollarim bor. Kim bo'lsa ham bu yerdan ket. Hayotingda biror marta bo'lsa ham muhtojlikda yashayotgan dehqonlarga yaxshilik qilganmisan? Esing joyidami? Nega endi men nosus dehqonlarga rahm qilishim kerak? Ha? Demak, ularga yordam bermagansan. Yiqqan oltinlaring senga baxt keltirganmi? Bo'lmasam-chi, hammaga ayon. Puling qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi. Pul dunyoni boshqaradi to'g'ri ekanman, boylik yig'averaman. Ha? Boylik. Bu ochko'zliging uchun seni shunday jazolagim kelyapti. Yaraman, siqna, qizg'ancha. Kimsan o'zi? Razil, la'natlar bo'lsin senga. Nega meni qarg'ayapsan? Nima uchun? Nima gunoh qildim? La'natdan qanday qutulsam bo'ladi? Aybimni qanday yuvaman? Ay, nima qilay? Qanday qutulaman endi? Voy. To'xtam. Kimgadir yaxshilik qilishim kerak. Shunda ular meni gunohimni kechirishadi. Yo'q, yordam bermaydi. Yaxshi, birorta xayrli ish qilishim kerak. U esa qo'limdan kelmaydi. Yo'q, men endi to'ppa-to'g'ri do'zaxga tushaman. Voy, kim bu? Voy, yo'q. Huzur xo'jayin, bir iltimos bilan keldim. Bu kim bo'ldi? Ha, yana o'sha la'nati Gadoymi?
Yolvoraman xo'jayin, kech bo'lmasa bir hovuz bug'doy bering. Bolalarim och. Topdim. Anchadan beri kutayotgandim. Yeganingga xursandman. Boshim ko'kka yetdi. Tortinma, kiraver. Qani. Meni kechiring, bezovda qildim. Uyda bolalarim och, yeyishga ovqat yo'q. Mabodo yordam berasizmi deb. Bilaman, so'rash foydasi yo'q. 2 fut bug'doy qarz berib turolmaysizmi? Qarz so'rayapsanmi? Demak yo'q. Yo'q, sen tushunmading. Demak siz lekin bug'doy emas, oltin tanga beraman. oltin tanga? Unga 8 fut bug'doy keladi. Keyin qarzni uzolmayman xo'jayin. Qaytarishing shart emas. Bu mendan sovg'a. Nahotki gaplaringiz to'g'ri bo'lsa. Qani aytchi. Men yomon odamman. Bag'ri toshman. Yo'q, siz yaxshisiz. Qattiqroq ayt. Ha, dunyodagi eng yaxshi odamsiz. Yaxshi, barakalla. Eshitdingmi? Men eng yaxshi odamman. Bilasanmi, senga bir iltimosim bor edi. Qanday? O'zim ham bu yerda bir gap bor deb o'ylagan edim. Qo'rqma, pulni so'ramayman. Bordi-yu birdaniga o'lib yetib qolsam, Shunday emas. men bordi-yu dedim. Va'da berdim. Meni go'rimni 3 kecha qo'riqlab chiqasan. Nima? Qo'rqib ketdingmi? Yo'q, lekin nega axir? Negaligini so'rama. Go'rimni 3 kecha qo'riqlab chiqasan. Bo'pti. Kelish. Aytsangizdek qilaman. Juda soz. Sendan minnatdorman. Ming bor tashakkur xo'jayin. Rahmat, kerak yo'q. Nega Endi uyingga bor. Mendan esa xavotir bo'lma. Hali yeri o'lmayman. Marhum juda tagi va yaxshi odam edi. Iloyim joyi jannatdan bo'lsin. Yaxshi uyga boray. Rahmat, tashakkur. Bolalarimni omon saqlab qoldim. Lekin qiziq. Nega qabrni 3 kun qo'riqlashim kerak? Parvardigor. Parvardigor, rahim qil. Meni o'z panohingga asra. Voy, baloyi ovqatlardan o'zing saqla. Meni qo'rqitmanglar, iltimos. Qo'rqitmanglar. Nega rozi bo'ldimi? Bugun yana borasizmi?
balki bir marta borganingiz yetarliydi. Kecha qo'riqlashga va'da berganman. Lekin buni nima keragi bor ekan? Nima balo ko'zingga biron narsa ko'rindimi? Iltimos, bu haqida gapirma. Tezroq tang'ota qolsaydi. Tezroq, iltimos, tezroq. Voy, yo'qmi-ku? Voy. Yo'q ekan, yana bir kecha qoldi xolos. Shunda xo'jayinga bergan va'damni ustidan chiqqan bo'laman. Bugun hech oyog'im tortmayapti. Nimadir bo'ladi. Yo'q, men qo'rqmayman. Hech narsadan qo'rqmayman. Ey, o'zingni bor. Men arvoh emasman, oddiy askarman. Askar, bu yerda nima qilyapsan? Balki o'lgandirsan, yo meni qo'rqitgani keldingmi? Nimalar deyapsan? Qo'rqib yuborgan bo'lsam kechir. Meni topib olmasin deb qabristonga uxlamoqchi bo'lib kirgandim. Qo'rga yiqilib hushimni yo'qotdi. Qichqirig'ini eshitib o'zimga keldim. Katta rahmat senga. Bo'lmasa shamollab qolishi mumkin edi. To'g'risi, askar, iltimos, qabristonda uxlashga qo'rqmadingmi? Menga baribir. Qara. Hatto mana undan ham qo'rqmayman. Odamlarni qo'rqitib yaxshi ko'rasanmi? Oyog'ingdan ushlaganimni aytyapsanmi? Rahmat aytmagunimcha juftayni rostlab qolmagin dedim-da. O'zing bu yerda nima qilib yuribsan? Xotiningni ko'rib qo'rqmayapsanmi? Yo'q, xo'jayinnikini. Nega endi? Menga oltin tanga berib, qo'riqlashni iltimos qilgan edi. Necha kundan beri bu yerdasan? Bugun mana 3-kun. Nima edi? Hatto sababini ham surishtirmay rozi bo'ldingmi? Sababini? Xo'jayiningni ruhini olgani iblis keladi. Tushundingmi? Agar hali kelmagan bo'lsa, bugun keladi. Bor, uni qo'riqla. Askar ketma, axir bugun iblis keladi. O'zini so'rayman, shu kecha men bilan qol, iltimos qilaman. Nima? Seni xo'jayiningni hatto tanimayman ham. Yolvoraman, men bilan qol, o'zing aytding-ku, dunyoda hech narsadan qo'rqmayman deb. To'g'ri. Mayli. Baribir boradigan yerim yo'q. Men bilan qolganim bo'lsin. Rahmat. Ko'rdingmi? Yer hali yumshoq. Yer qotmasdan iblis xo'jayiningni ruhini olib ketadi. 3-kunda yer qotadi. Bugun oxirgi kecha. Shuning uchun kutaman. Yo'q. Qani, tuyoqlaringni shiqqanlatinglar. Askar qizga. Yo'q, biz ketmaymiz. Sen meni bosdim emassan, buyrug'ingga itoat etmayman. Qolaversa, iblis bo'lsang ham sendan qo'rqmayman. Qo'lingdan nima ham kelardi? Ta'sirlaringni berishsin nima qilsam ekan. Tekinga maslahat beraymi? Yaxshi, bu yerdan tezgina qorangni o'chir. Bor, jo'na. Endi boshqa taklif bor.
Sizlarga oltin tanga beraman. Tinchgina uylaringga jo'nanglar. Yo'q, taklif. O'ylab qilasizlar. Axir xo'jayinga va'da berganman. Xo'jayiningni deb boylikdan voz kecha olmayman. Barakalla askar. Aqlli katta. Davoz. Biz bunday qila olmaymiz. Ha, kim ham oltindan voz kechadi. Lekin bir o'zim ham hammasini olsam insofdan bo'lmas. Keyin do'stim bergan va'dasini buzishga to'g'ri keladi. Shunday ekan, mana shu itni to'ldirib tilla bersang, kelisha olamiz deb o'ylayman. Juda aqlli ekansan askar. Demak, bir yetik oltin bersam, bu yerdan ketasizlar, shundaymi? Shuncha oltining bormi o'zi? Bo'lmasam, turinglar, hozir kelaman. Nega sanmaska? Haligi, muncha qaltirsan? Yo'q, qo'rqib ketdingmi? Bu dunyoda hech narsadan qo'rqmayman, lekin u narigi dunyodan-ku. Endi nima qilamiz? Qo'rqma, va'dangni ustidan chiqasan. Biz uni boplab aldaymiz. Qara, mana bunday. Mana bunday. Nima qilyapsan? Shu atrofda eski ko'r bo'lish kerak. O'shani qidiryapman og'ayni. Buni qara, juda soz, joy yetadi. Dangalarni olib keldi. Muncha tez, ko'ramiz, oltining yetarmikin. Qo'rqma, bemalol yetadi. Ko'rdingmi? Shunday bo'lishini bilgandim. Xo'sh, orqangga qaytib, yana olib kelishingga to'g'ri keladi. Yaxshi. Bu safar ko'proq olib kelaman. Yana bormi tushunib? Tövbe! Uchragan iblisni qizg'anchiqligini qara. Endi kelishganimizda etingni olinglar-da, qoralaringni o'chiringlar. Bu yerda qandaydir sir bor. Aldashyapti. Meni aldashdi. Tegma unga!
Ana bo'ldi. Xo'jayiningning ruhini iblisdan chiqarding. Bular esa minnatdorchilik belgisi. Ularni ikkiga bo'lamiz. Endi rohat farog'atga yashaymiz. Bo'lishib olinglar. Sizlarga rahmat. Baxtli, saodatli bo'linglar. Yordam ber. Prodyuser Koichi Motohashi. Rejissyorlar Hiroshi Saito, Shigeru Omachi, Kuzuyoshi Yokota, Takayoshi Suzuki, Jiro Saito, Famio Kirakawa. Rassomlar Nobuyuko Hojumato, Masari Yamamoto, Akira Miyazaki, Nabuya Hanai. Bastakor Hideo Shumazu. Nippon Animation mahsuloti. Film O'zbekiston teleradio kompaniyasining buyurtmasiga binoan O'zbek telefilm studiyasida dublyaj qilingan. Rus tilidan Mirzomurod Olimov tarjimasi. Dublyajda artistlardan Munira Asatullayeva, Barno Qodirova, Karomat Isomova, Behzod Muhammadkarimov. Rejissyor Kamoliddin Usmonov. Ovoz rejissyori Svetlana Abdurahimova. Rejissyor yordamchisi Alisher Ahmadjonov. Muharrirlar Munira Asatullayeva, Burxon Umarov. Video muhandis Sardor Nurullayev.